Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga yangilik zurini aytaman. Jangim aniq bo'ldi. 2-may Toshkent Huarina Azzaka Estate promoteriga jang qilaman. Kontrakt keldi, kontraktga qo'l qo'yamiz. Faqat raqib erki bilan to'plar emas, boshqa sapinlar erki bilan to'plar 3 oy dam olaman, 3 oydan keyin urushaman deb aytdi. Bungacha men 1-2-3 ta bo'y qilmasam bo'lmaydi. Men muxlislarimga, xalqimizga chiroyli bo'y qilib kelganman. Bundan keyin ham chiroyli bo'y qilaman. 2-may sizlarni kutaman. Xalqim, muxlislarim, dastoyni bo'ylarni kutasizlar. Bilasizlar, men qo'lli jang qilaman. Oktagonga faqat shou qilaman, oktagonga faqat haqiqiy urushaman. Duolaringiz bilan, duo qilib turinglar, dastoyni bo'ylarni kutasizlar. 2-mayga ko'rishamiz.